Onu da ben mani Rusya-Ukrayna urushdan qilib chiqqan mujmallik bu yer qandaq rusiyalik bor, nojiq gaplar bor. Bunun mujmallik savollarni jiq. Shunga men Rossiya-Ukrayna urushidan kelib chiqqan mujmallikda bir turga olib buni analiz qildim. Birinchi, Rossiya-Ukrayna urush xalqaro tasodifiy voqealarni paydo qildi. Xalqaro siyosiy vaziyat va bundan keyingi dunyoning taraqqiyot yo'linishi va andizishni biroqla o'zgartirdi. Bu urushning dunyo tarixiga bo'lgan ta'sir kuchi ikkinchi dunyo urushidan esib ketishi mumkin. Putin gumron bo'lgandan keyin dunyodagi erkin demokratiyasiz davlatlar G'arbning erkin demokratiya tuzimiga aylanib ketdi. İkinci Dünya urushidan keyinga o'xshash g'oyat zo'r Sovet ittifoqi mustabid kommunizmning lagri paydo bo'lib, nurg'un davlat va dunyoning erkin demokratiya yuzinishiga to'qinishlik qilolmaydi. Xitoy Rossiya rasil ittifoqi butunlay vayron bo'ldi va parchalandi. Bu to'rt tasodifiy yaratib chiqdi. Birinchi tasodifiy voqea bu Rossiya-Ukrayna urushi. Zelenskiy Ukrayna xalqiga rahbarlik qilib, Putin tajovuzchilik urushiga g'alabalik qarshi turdi. Ukrayna bu urushdan keyin Yevropadagi eng chong harbiy kuchi bor davlatga aylanishi mumkin. İkinci tasodifiy voqea bo'lsa, Yevropa davlatlari va xalqi uyg'onishga boshladi. Xitoy bilan Rossiyaning mustabid tuzumi erkin demokratik tuzum bilan o'rtaq mavjud bo'lib, turg'ini bo'lmaydigan dushman ekanligini to'nib yetdi. Shunga Amerika bilan ittifoqlashib, Putinning tajovuzchilik urushiga qarshi turib, Xitoyning sirtqa kengayishiga va zo'migarlik qilishiga qarshi turishni xohladi. Uchinchi tasodifiy voqea bo'lsa, Putin ve onun askerlerinin arkada kalgan, iktidarsiz, şiriklik ve nadan katarlık asli kıyafeti aşkarlandı. Hazır her kanda küçük devletler Rusya ve Xitay'dan korkmaydıgan buldu. Hatta bir taraf Finlandiya ve Şvitsariya tip surette Şimali Atlantik Endi Teşkilatı NATO'ga koşuldu. Dördüncü tasodifiy voqea bo'lsa, Biden yeni hizmetke çıkkanda Xitoyga yol koyup Putinga karşı turuş degan stratejiyalik hatalıkni o'tkazdi. Bu Putin bilan Xitoyni ittifoqdosh bo'lishga qistidi. Bu Biden hukumatida Putinni yo'qotmay Xitoyga tegishga bo'lmaydi degan siyosatni shakllantirdi. Hozir Biden bu hatalıkni to'nib yetdi. Rasm 10-ga chiqib qo'yma. Inert gaz, İngilizce inert gas deydi. Inert gaz tarkibidagi neon gaz bo'lsa, chipni yasashdagi muhim tarkibi. Bu xil gaz yer sharida nayt az uchraydi. Bizning Sharq Turkistonda bor. Rossiya bilan Ukrayna dunyodagi inert gazning asosli eksport qiladigan davlat. Rossiya bilan Ukrayna urush boshlagandan keyin dunyoda chip ishlab chiqarish sohasidagi chip ishlab chiqarish sohasida bir xil andisha paydo bo'ldi. Reuters agentligining xabar berishicha, Rossiya savdo ministrligi bozordagi o'rnini kuchaytirish uchun chip ishlab chiqarishning xalqlik tarkibi bo'lgan neon gazni o'z ichiga olgan inert gaz eksportni cheklaydigan bo'ldi. Reuters agentligining xabar berishicha, Rossiyaning bu harakati dünya chip ishlab chiqarishda ta'sir yetkazishi mumkin. Kelgusi Rossiya inert gaz ishlab chiqarish iqtidorini oshirish orqali dunyo ta'minlash zanjirining so'z qilish huquqini qo'lga keltirib, Rossiyaga xalqaro raqobat kuchini ilib kelmoqchi. Bu gazchi qarang, bu inert gaz. Tayvanlarga hammaga chiqqan Xitoy. Asosi bu Sharq Turkistonning Chapchal, Oqsu, qani yana bir 3 yerdan chiqadi bu. Nayt az uchraydi bu xil gaz. Bu bo'lmasa chipni ishligini bo'lmaydi. Rasm 11 ga kelib qo'yma.
Gaz dediniz ya, çip. Gaz dep aladı. O'cha inert gaz, onunki bilmesi iyon gaz dep aladı onu. Biz bu kadar roda deb tushunimizda nurg'un narsalar roda bu bir gaz şekilde bo'ladi. Bu gaz şekilde nimeden chiqib, oshta şekilde bo'lganki, bu men tekshirib baktım ki Sharq Turkistonga boyliqni so'zlagan so'zlarimiz bu hozir qilganga Xitoydan bir chiqadigan asosiy Chapchaldan, Oqsuvdan chiqadi ekan. Xitoy shuni olib ketyapti. Bu intayin qimmat, intayin nim bo'lgan yer. Anda gaz uçurmaydı. Cuma uyda kalaydigan gazlar bu başka. O uyda ısıtan gaz bunun bile başka bir narsa bunun. Üçüncü, Amerika'nın dünya yetekçilik hukukunu saqlashda iki kem bulsa bulmaydigan ittifaqdaş devletleri var. Bu iki devlet ikinci dünya urushda Amerikaga mag'lub bo'lib, urushdan keyin iqtisodning gullanishga butun vujudi bilan tirishib, qaytadan dunyodagi iqtisodiy cho'ng davlatga aylanib, bargansili xalq arada cho'ng rol o'ynaydigan bo'ldi. Yevropada Germaniya, Osiyada Yaponiya. Bu ikki yaqinda davlat mudofaa xomchotini GDP'ning 2%ga o'stirdi. Rossiya Ukrayna urush portlab 3 kundan keyin Germaniya bosh ministri Olaf Scholz davlat mudofaa fondiga 100 milliard yevro ko'paytirganligini, GDP'ning 2%ni davlat mudofaa chiqimiga ishlatadiganligini bayon qildi. Olaf Scholz shunday dedi: Rossiya Ukrayna urushi Yevropa tarixidagi burilish nuqtasi. Bu bir yeni reallikni yaratdi. Bu yeni reallik iniq inkasga muhtaç. Rossiya Ukrayna urushini bahona qilib, Germaniya davlat mudofaa fondiga 100 milliard yevro ko'paytirishi Ukraynaga yordam berish ehtiyojidan aniqla ishib ketdi. Bu Germaniya armiyasining qurol yaroqlarini yenglashga kuch chiqarmoqchi. Bu qurol yaroqlar Yevropa urush aeroplani, yeni ig'ir tipdagi transportlik kuchlar aeroplani, yeni tipdagi qo'dug'uchi paraxod, yeni tipdagi zambirak, suv osti paraxod, kelgusidagi havo urush sistemi qatorliqlarni ichiga oladi. Germaniyaning bu darajalik zo'r o'zgarishi Rossiya Ukraina urushining bir halqiliq omiliga aylandi. 2022 4-21 kuni Yaponiya davlat bexatarlikka kapolat qilish strategiyasi bu Yaponiyaning harbiy ishlariga cheklama qo'yib kelayotgan qonun xarakterlik hujjatga o'zgartish kirgizib, kelgusi 5 yilda mudofaa rasxodini GDP'ning 2%ga o'stirganligini aytdi. Yaponiya bu urushning sababini shundoq deb tushuntirdi. Bu o'stirishning sababini shundoq deb tushuntirdi. Qo'shni davlatlarning harbiy iqtidorining uzluksiz o'sishi Yaponiyaga zo'r tahdid ilib keldi. Albatta hammamiz bilamiz, Yaponiya deyotgan qo'shni davlat albatta Xitoyni ko'rsatdi. Yaponiyaning oldingi bosh vaziri Abe Shinzo Tayvan televizoriyada so'zlagan nutqida mundaq so'z bor. Tayvanning ishi bo'lsa, Yaponning ishi, texmo muhimi Yaponiya bilan Amerika ittifoqining ishi. Amerika prezidenti Biden bilan Yaponiya bosh vaziri Kishida Yaponiyaning omonligini saqlash qonuniga tuzatish kirgizib, ovozim uzilib ketdimi? Endi bo'ladi. Bo'ldimi? Oxirgi Biden bilan degan jumlaninki bekitmoqchisiz. Yaponiyaning oldingi bosh vaziri Abe Shinzo Tayvan televizoriya so'zlagan nuqtada mundaq so'z bor. Tayvanning ishi bo'lsa, Yaponiyaning ishi, texmo muhimi Yaponiya bilan Amerika ittifoqdoshining ishi. Amerika prezidenti Biden bilan Yaponiya bosh vaziri Kishida Yaponiyaning omonligini saqlash qonuniga tuzatish kirgizib, Tayvanning ishi bo'lsa, Yaponiyaning ishi degan hukmni kirgizishga o'rtaq tunishga keldi. Bunun orqali Yaponiyaning Amerikaga yordamlashib, Tayvan bo'g'izidagi to'qinishlarga qatnashadigan qonuniy asosini yo'lga qo'ymoqchi. Amerika Yaponiyadan foydalanib, Xitoyni kontrol qilib, shundaqla Amerikaning Hindi Tinch okeanda ishonchli bir yordamchisini ko'paytmoqchi.
rasm 12 ga kelib